Salom murabbiy, men Jose Luis Sanchez, El Chiringuito'danman. Futbolchilaringiz o'yinga juda motivatsiya bilan chiqqanini ko'rdik. Ular o'yin tugagach darhol Lamin Yamalga tashlanishdi. Carvajal esa unga qandaydir imo-ishoralar qildi. Yamalning so'zlari jamoangizni bugungi klassikoni yutishiga qo'shimcha bir motivatsiya bo'lib xizmat qildimi? Yo'q, bilmadim. Lekin jamoa motivatsiya bilan chiqqan edi. Biz o'yin oldidan ham bu uchrashuvning nafaqat 3 ochko uchun, balki umumiy ruhiyat uchun ham qanchalik muhimligini bilardik. Biz bunga loyiq edik. O'yinchilar ham bunga ishonishgandi. Ular bugun yirik o'yinda g'alaba qozonish hissini tatib ko'rishlari kerak edi. Motivatsiya maksimal darajada edi. Salom Xavi, men Anton Meana, Cadena Serdanman. Viniciusning zaxiraga olinayotganda qilgan imo-ishorasi haqida fikringiz qanday? Men o'yindan ko'p ijobiy taassurotlar oldim. Vinicius ham yaxshi o'ynadi. Albatta biz bu haqida ichkarida gaplashamiz, lekin bu holatda asosiy narsani unutmaslik kerak. U ajoyib o'yin ko'rsatdi. Butun jamoa o'z vazifasini bajardi. Bu muhim va munosib g'alaba bo'ldi. Balki hisob kichik bo'lgandir, chunki bizda yanada ko'plab imkoniyatlar bo'ldi. Penaltini ham eslasak bo'ladi. Eng muhimi, biz katta o'yinlarda yana raqobatbardosh jamoa ekanligimizni his qildik. Salom Xavi, Antonio Muella, Ispaniya milliy radiosi. Kamavingani markazda o'ynatish g'oyangiz haqida aytsangiz, bu qaror sizga foyda berdimi? Ha, siz to'g'ri tushundingiz. Bizda qaytgan futbolchilar bor edi va biz muhim o'yin uchun eng raqobatbardosh tarkibni tuzishga harakat qildik. Raqib yaxshi o'ynaydi, lekin biz bunga tayyor edik. Jamoa himoyada juda ishonchli o'ynadi. Kerak bo'lganda oldinga chiqdi, kerak bo'lganda esa himoyada harakat qildi. Biz o'tkazgan gol o'z xatoyimiz natijasi edi. Shunga qaramay ko'plab hujumlar va penaltiga sabab bo'ladigan lahzalarni yarata oldik. Umuman olganda jamoaning energiyasi va ishonchi menga juda ham yoqdi. O'yinchilar ham, muxlislar ham bugun zavq olishdi deb o'ylayman. Bernabeuda bugun ajoyib muhit bo'ldi. Muxlislar uchun ham bu juda muhim edi. Ular o'z jamoasining yirik o'yinda raqobat qila olishini ko'rishdi. Bugun stadionda hissiyotlar juda kuchli edi. Bu loyiha endigina boshlandi, lekin muxlislar bilan bog'lanish biz uchun juda ham muhim va men bugun aynan shuni his qildim. Aurelian Tchouameni o'yindan keyin bu oddiy g'alaba emas edi dedi. Siz esa kecha medallar va kuboklar may oyida beriladi degandingiz. Lekin PSG va Atletico'dan keyingi klassikolardagi mag'lubiyatlarni to'xtatish bu yoqimli tuyg'u, shunday emasmi? Albatta. Bu nafaqat 3 ochko, balki ruhiy jihatdan ham juda katta yutuq bo'ldi. Hali oktyabr oxiri, oldinda esa juda ko'p ishlarimiz bor. Lekin bugun biz o'zimizni juda yaxshi his qildik. Bu bizga kelajak uchun kuch beradi. Salom Xavi, men Alberto Pereira, Onda Cero'danman. O'tgan mavsumda Real katta o'yinlarda g'alaba qozona olmayotgani haqida ko'p gaplar bo'lgandi. Endi esa siz Barselonani yutdingiz. Bu sizga bo'lgan bosimni kamaytiradi deb o'ylaysizmi? Yo'q, men bunday og'irlikni his qilmayman. Bu o'yinning ahamiyati, raqibning kimligi. Bular albatta ruhiy jihatdan katta narsa, lekin biz uchun bu o'sish imkoniyati edi. Bugun endi biroz dam olamiz, zavqlanamiz, keyin esa tinchlanib ishni davom ettiramiz. Xayrli kech Xavi. So'nggi bir oy Atletico'ga 2-5 hisobda yutqazganingizdan keyingi davr haqida gapirib bersangiz. Shunda siz qilgan ishlaringiz natija berayotgandek tuyulganda, bu vaqt ichida ichkarida nimalar sodir bo'ldi? Biz ichkarida bu haqida gaplashmaymiz. Biz faqat yaqin o'yinlarga e'tibor qaratamiz. Har bir o'yinga eng muhim o'yindek tayyorgarlik ko'ramiz. Klassikoga ham xuddi Getafega qarshi o'yindek yondashdik. Farqi shundaki, bu o'yin ko'proq e'tiborni tortadi. Lekin tayyorgarlikda farq bo'lmadi. Endi esa seshanbadan keyingi o'yinga tayyorgarlikni boshlaymiz. Ortiqcha mag'rurlikka hojat yo'q. Shunchaki zavqlanamiz va yo'ldan adashmaymiz. Salom Xavi. Men Sergio Lopez, Relevo'danman. O'yin oxiridagi vaziyatlar haqida so'ramoqchiman. Vinicius Barselonaning zaxira o'rindig'idagilarga qarab, Pedrining qizil kartochkasini nishonladi. Carvajal esa Laminga "Sen juda ko'p gapiryapsan" dedi. Bu holatni qanday baholaysiz? Bu oddiy o'yindagi hissiyotlar. Bu klassiko. Bunday o'yinlarda har doim kuchli emotsiyalar bo'ladi. Bunga ortiqcha ma'no berish kerak emas. Bu futbol. Bu tarixiy raqobat. Keyingi shanbada yana bir o'yin bor. Endi unga tayyorgarlik ko'ramiz. Siz Kamavinga va Tchouamenini birga o'ynatganingizda nimani maqsad qilgandingiz?
Kamavinga, Bellingham va Arda bilan markazda harakatchanlikni oshirmoqchi edik. Ularning moslashuvchanligi bizga raqibni bosma ostida ushlab turish va markazda ustunlikka erishish imkoniyatini berdi. Kamavinga bugun ajoyib o'yin ko'rsatdi. Markazdagi to'rtlik juda yaxshi harakat qildi. Salom Xavi, men Jose Luis Calderon, Markadanman. Bellingham haqida ham so'ramoqchiman. U uzoq tiklanish jarayonidan keyingi nihoyat eng yaxshi formasiga qaytdimi? Ha, biz buni so'nggi o'yinlarda, ayniqsa Getafe va Juventusga qarshi uchrashuvlarda ko'rdik. U asta-sekin o'z formasiga qaytmoqda. Tanafusdan keyin yana ritmni topdi. U hissiyot orqali o'ynaydigan futbolchi. U jamoani ruhlantira oladi. Bugun u yana o'sha eng yaxshi Bellingham edi. Barselonaga Bernabeudan hech bo'lmasa 1 ochko bilan ortga qaytish uchun nima yetishmadi deb o'ylaysiz? Birinchi va 3-chi epizodlarda bizda o'tkirlik yetishmadi. Hujumda yaratuvchanlik, imkoniyatlar sonini oshirish qobiliyati yo'qoldi. Bugun Bernabeuda Lamine Yamalning eng yaxshi o'yinini ko'rmadik. Bunga nima sabab bo'ldi? Laminga oson bo'lmadi, chunki tanafusdan keyin uni murakkab o'yinga tashlashimizga to'g'ri keldi. Birinchi bo'limda biz uni yetarlicha ishlata olmadik. Ikkinchisida ham xuddi shunday bo'ldi. Raqib yaxshi himoyalandi. Buni tan olish kerak. U qo'ldan kelgan hamma narsani qildi. Ba'zan himoyachilar shunchaki yaxshi o'ynashadi. Buni ham qabul qilish kerak. O'yin yakunlangandan keyin ikki jamoaning zaxira o'rnidagi futbolchilar o'rtasida nimalar sodir bo'ldi? Bu haqida batafsilroq gapirib bera olasizmi? Rostini aytsam, kim boshlaganini va nima uchun boshlanganini tushunmadim. Oxirida ikkala o'rindiq oralig'ida juda ko'p odamlar baqirayotgan edi, ammo bu ham futbolning bir qismi. Biz e'tiborni o'yinga qaratishimiz kerak. Yakunda siz hamma narsani sinab ko'rdim deb hisoblaysizmi? Ha, oxirgi daqiqalarda biz deyarli 2 himoyachi bilangina qoldik. Maqsad imkoniyat yaratish edi. Lekin biz bilardikki, ular qarshi hujumda juda kuchli. Yakunda esa ikkinchi golni urish uchun yetarlicha imkoniyat yarata olmadik. Bugun Lamine Yamal odatdagidek faol bo'lmadi. Bunga sabab uni yaxshi yopishdimi yoki jarohatdan endigina qaytganligi uchun uning formasi yomonmidi? Menimcha bu tabiiy holat. Raqiblar unga qarshi juda sinchkovlik bilan o'ynashdi. U hali bu mavsumga moslashmoqda. Biz unga yordam berishimiz kerak. Shunda u o'zining eng yaxshi o'yinini ko'rsata oladi. Siz endi Lamine Yamalni qayta topish haqida o'ylayapsizmi yoki mavjud formasida unga yordam berishga e'tibor qaratmoqchimisiz? Albatta biz unga yordam berishimiz kerak. Navbatdagi savolim Lewandowski haqida. Siz uni yaxshi bilasiz. Sizning jamoangizda Lewandowski markaziy hujum sifatida o'ynashining ahamiyati qay darajada muhim? Albatta, bu juda ham muhim. Levi ajoyib hujumchi, haqiqiy yakunlovchi. Biz u orqali ko'p narsani yutamiz, lekin u hozirda yo'q. Bu esa futbol. Bunday holatlar bo'ladi. Biz bunga moslashishimiz kerak. Ha, jarohatlar, himoyachilarning xatolari yoki noaniq qarorlar haqida shikoyat qilmoqchi emasmiz. Bu bizning yo'limiz. Shu yo'l bilan biz jamoani kuchaytiramiz. Mavsum uzoq davom etadi. Oldinda 28 ta o'yin bor. Biz hozirgi holatdan qo'rqmaymiz. Oxirgi savol. Markus, men Sergio Vales, Iniesta zodaman. So'ramoqchi edim, nega siz so'nggi o'yinlarda Rashfordni markaziy hujum sifatida ishlatdingiz? Nega aynan u? Fermin yoki boshqa o'yinchi emas? Biz jamoa tuzilishini biroz o'zgartirmoqchi bo'ldik. Himoyachilarga yangi vazifalar berish niyatida edik. Shuning uchun bu qarorni qabul qildik. O'tgan holatda ham shunday qilgandik. Ba'zan o'zgarishlar kiritish muhim. Shu maqsadda to'rtlik va uchlik chizig'idagi joylarni almashtirdik. Oldinga esa Ronaldni qo'ydik. Bu orqali hujumda yangi imkoniyatlar yaratmoqchi edik. Ammo rostini aytsam, bu bugun unchalik ham ishlamadi. Yana bitta savol. Lamine haqida. Bernabeudagi muhit, tomoshabinlarning unga qarshi hushtak chalishi, uning o'yiniga ta'sir qilgan bo'lishi mumkinmi? Menimcha bu tabiiy holat, ammo odatda u bunday bosimdan motivatsiya oladi. Bugun unga biroz og'ir bo'ldi, lekin bu o'tkinchi holat.